Yurtimizda yosh avlod tarbiyasi, xususan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosati darajasidagi ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasini Chortoq tumanidagi 7-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti misolida yaqqol kuzatish mumkin. 2001-yilda ishlagan mahallamizda pechkalarni yoqqanmiz, pechkalarni oldida bolalarga tarbiya berganmiz. Hattoki ko'rgazmali qurollar yetmagan. Damariq mahallasida joylashgan ushbu bog'cha 2021-yil aprel oyida foydalanishga topshirilgan bo'lib, 4 milliard 181 million so'm mablag' evaziga barpo etilgan. Bugungi kunda 180 nafar bolaga mo'ljallangan muassasada zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida xodimlarimiz 55 tadan iborat bo'lib, tarbiyachilarimiz 18 ta, hozirda 250 ta bola tarbiyalanib kelmoqda. Barcha gigiyenik va metodik talablarga javob beradigan binolar, qulay o'yin maydonchalari, bolalar dunyosiga mos muhit yaratilgan. Eng muhimi, bolajonlarimiz har kuni ushbu bog'chada shod va hamdon qadam tashlamoqda. Ular mashg'ulotlarda faol qatnashadi. Rang-barang o'yinlar, badiiy ijod, musiqa va jismoniy tarbiya darslarida o'z qobiliyatlarini namoyon qilishmoqda. 5 ta to'garakda tarbiyalanuvchilar faoliyat olib borilmoqda. Rus tili o'qituvchimiz, ingliz tili o'qituvchisi, psixolog, defektolog o'z faoliyatini olib bormoqda. Murabbiylar har bir bolaning qiziqishi va qobiliyatini inobatga olgan holda ularni mehr bilan tarbiyalashmoqda. Bog'chadagi bolalar orasida she'r o'qish, rasm chizish, sahnada chiqish qilish kabi ijodiy yo'nalishlarga qiziquvchilar soni ortib bormoqda. Farzandlarimizga bunday mukammal muhit yaratib berilayotgani, ularning har kuni to'kis ovqatlanishi, sifatli ta'lim olishi va shodu xurram ulg'ayishi uchun yaratilgan sharoitlar bu davlat siyosatida inson manfaati birinchi o'rinda ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Bu esa har bir ota-ona, har bir ustoz va tarbiyachi qalbida shukronalik tuyg'usini uyg'otadi. Bugungi kunda shart-sharoitlarimiz juda ham yaxshi. Avvalambor prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va juda ham xursandmiz. 7-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti faqat bir muassasa emas, balki kelajagimiz bunyodkorlari bo'lgan bolajonlarning baxtli bolaligi va mustahkam tayanchiga aylangan maskandir.